O'sha bir eski paytlarda er-xotin yo'lda ketishayotsa, yo'ldan bir qaroqchilar chiqib deng, yo'llarini to'sib, hali erini pullarini olibdi, razikal talashibdi. Undan keyin bunday chizib qo'yibdi-yu, "Maysa o'tsang, tamom sen o'ldiramiz." deb daraqa o'tib, xotinni ham deng, pullarini olib, tillalarini olib deng, ketib olganmish-da. Ketib olgandan keyin haliga erining bir mahal o'z-o'zi kulyapmish. Voy bobladim. Zo'r oldu. Sen xotinni jahli chiqib, "Voy nimani boblaysiz? Hamma rasi oldi" debdi. Pullarni olib qo'ydi, hamma olib qo'ydi. Endi kulasiz, indamay turibsiz. Siz qo'y. Men bobladim. Agar shetin chiziqda o'tsang, o'ldiramiz dedi. O seni pullarni olgan paytda ularga bildirmasa, ilk marta chiziqda ezib olganman deyamiz. O'sha bir eski paytlarda er-xotin yo'lda ketishayotsa, yo'ldan bir qaroqchilar chiqib deng, yo'llarini to'sib, hali erini pullarini olibdi, razikal talashibdi. Undan keyin bunday chizib qo'yibdi-yu, "Maysa o'tsang, tamom sen o'ldiramiz" deb daraqa o'tib, xotinni ham deng, pullarini olib, tillalarini olib deng, ketib olganmish-da. Ketib olgandan keyin haliga erining bir mahal o'z-o'zi kulyapmish. Voy bobladim. Zo'r oldu. Sen xotinni jahli chiqib, "Voy nimani boblaysiz? Hamma rasi oldi" debdi. Pullarni olib qo'ydi, hamma olib qo'ydi. Endi kulasiz, indamay turibsiz. Siz qo'y. Men bobladim. Agar shetin chiziqda o'tsang, o'ldiramiz dedi. O seni pullarni olgan paytda ularga bildirmasa, ilk marta chiziqda ezib olganman deyamiz.